G'oya senda ham bor, menda ham bor, hammamizda bor, atrofdagi barcha insonlarda bor. G'oya havodan-da ko'p, dunyodagi havodan ko'p. G'oyani ko'p, lekin amalga oshiradigan insonlar juda ham oz kishilikni tashkil qiladi. Bu haqida mana shu videoda gapirib beraman. G'oya hammamizda bor, u senda ham bor. Ko'pchiligidan eshitaman. Men mana shu naqa g'oyam bor, zo'r g'oyam bor. Mana shu g'oyani qilsak muvaffaqiyatga erishamiz, pullar tayda qolamiz degan savollar berishadi. Mana shu g'oya meni g'oyam edi, mana shu odam o'g'irlatdi degan savollar keladi. Savol: senda g'oyang bo'lsa, nima uchun jamiyatga olib chiqa olmaysan? Sababi birinchi bo'lib bizda ideal vaqt tanlanadi. Ideal kun, shunaqa yilda oxiri, hafta shu narsalar haqida o'ylaymiz. Ikkinchi bo'lib yaxshi smartfon, diktafon, yaxshi yozuvchi diktafon, yaxshi fon, ya'ni atrof olinadigan fon bo'lishi, yaxshi montajyor bo'lishini xohlaymiz. Shularni xohlab videoni qilishni kechiktiramiz. Ijodimiz, g'oyamizni chiqarishdan uyalamiz. Odamlarda oldida muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan, kulguga qolishdan, menda o'xshamasachi degan, odamlar nima deydidan qo'rqamiz. Qisqacha qilib aytganda, senda g'oyang bormi? G'oyangni mana shu daftarga yoz va yozganingdan keyin kamchilik va xatolarini to'g'rilab idealni holatga kelgis iloji boricha. Va smartfoning oddiyroq bo'lsa-da, uni videoga olib, videoga qo'y. Agar seni planing video olish bo'yicha bo'lsa. Qisqacha qilib ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Mr. Beast YouTube blogeri 1000 ta obunachi yig'ish uchun birinchi 1000 ta obunachi yig'ish uchun 1000 dan ortiq video qo'ygan. Hozirgi kunda mashhur YouTube bloger. Boshlanish, asosiy g'oya hammamizda bor. Boshlanish bugundan boshlanish. Ideal kun yo'q. Ideal kun faqat sen boshlagan kundan ideal kun hisoblanadi. Ya'ni bugun bir qadam, ertaga 2 qadam qilib bitta zinadaga bitta chiqasan-ku, xuddi o'shanda yurishing kerak. Senga ba'zilarimiz shunaqa odatimiz bor. 3 kungina o't bo'lib yonamiz. 4-kuni o'chamiz. Nima uchun? Chunki qo'ygan videomiz unaqa ko'p ko'rmaydi. Kamroq ko'rgani uchun va likelar soni ko'paymagani uchun, obunachi kelmagani uchun shashtimiz tushib qoladi. Nima uchun mashhur insonlar bugun ham kayfiyatim bo'ladimi, bo'lmaydimi, bugun qo'yaman. Ertaga ham qilaman, indinga ham qilaman. Nimaga? Ularda shijoat bor va qat'iyat bor. Senda nima bo'lyapti? O'sha qat'iyatni yo'q bo'lyapti. G'oya senga aytyapman-ku, havodan-da ko'proq. G'oya juda ham bepul narsa. G'oya kichkina boladan so'rasang ham sening uchun aytadi. Qo'pol qilib aytganda, g'oya hammada bor. Faqat uni amalga oshirishimiz kerak. Senga maslahatim, agar shu narsa misol video bo'yicha qiladigan bo'lsang, g'oyang bo'lsa, qil, chiqar, mashhur bo'l. Seniki internet olami kutib turibdi. Seni ishon, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsang. Men ham videolar chiqaryapman. Balki hozir ssenariy yozganman, mana shu daftarimga ishonmasang yozganman, lekin hammasini o'qib, chiqib, aytib berisha kamchiliklar bor, boshqasi bor. Ko'proq dudulanib qolyapman, lekin bitta narsani aytay. Men o'zim shunchaki kamerani qo'yib boshladim. Chunki mana shu kamerani oldida dudulanmasligim uchun, yo'qotishim uchun, odamlar oldida erkin fikr yuritishim uchun harakat qilyapman. Sen ham harakat qil, zo'r bo'ladi. Bu video bilmadim 10 ta odam ko'ra, 20 ta odam ko'ra, bilmadim. Bu video kerakli inson va kerakli jamiyatga yetib boradi degan umiddaman. Iloji bo'lsa, qo'llab-quvvatlab olish maqsadida kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosib qo'ying. Aytgancha, agar sizga reklama kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz ham bo'laveradi. Keyingi g'oya, agar sizda g'oya bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Qanaqa mavzuda g'oya qilsam ko'proq odam ko'radi.
Shuning uchun qo'llavorasizlar degan umiddaman. Videoga like bosib qo'ying. Aytgancha, g'oyang bormi? Albatta ommaga chiqar va mashhurlik seni kutib turibdi. Boylik, katta muvaffaqiyat seni kutyapti. Videoga like bosib qo'ying. Aziz Muhammad Karim YouTube kanalida ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.